Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yangi kelgan adabiyotlarimizdan yozuvchi Asqat Muxtorning Kechiring meni odamlar nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. O'zbek xalqining atoqli yozuvchisi Asqat Muxtor opa-singillar, Tug'ilish, Davr mening taqdirimda, Chinor, Ammo romanlari, Kumush tola, Daryolar tutashgan joyda, Ildizlar, Buxoroning jin ko'chalari kabi qissalari, hikoyalari va she'rlari bilan milliy adabiyotimizga katta hissa qo'shgan. Ushbu kitobda adibning Kechiring meni odamlar, Etik, Chodir xayol hikoyalari va Qoraqalpoq qissasi o'rin olgan. Etik hikoyasida mansab, obro' yo'lida hattoki o'z otasidan voz kechgan mansabparastning dabdaba va hashamatga o'chligi va shu illat tufayli yuz bergan achinarli, fojiali qismati o'tkir haj bilan tasvirlanadi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobga qiziqsangiz, o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.